Diqqat! Bugungi videomiz hayotingizni tubdan o'zgartirishi yoki aksincha, katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumotga bag'ishlangan. Agar siz 2026 yil 1 maygacha bir muhim arizani topshirmasangiz, barcha nafaqalaringiz, to'lovlaringiz yoki kompensatsiyalaringizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas. Bu davlat tomonidan belgilangan qat'iy muddat va uning oqibatlari siz o'ylagandan ham jiddiyroq bo'ladi. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumot hamma uchun juda qimmatli. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Oldinlari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bilasizki, mamlakatimizda uzoq yillar davomida ko'plab ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va kompensatsiyalar eski tizim bo'yicha, asosan qog'oz shaklida yoki to'liq avtomatlashtirilmagan usullarda amalga oshirilib kelindi. Bu tizim o'zining kamchiliklariga ega edi. Qog'ozbozlik, ma'lumotlarning tarqoqligi, bir nechta idoralarda ro'yxatdan o'tish zarurati va ba'zan gumanitar xatolar tufayli to'lovlarda kechikishlar yoki adolatsizliklar yuzaga kelardi. Masalan, bir fuqaro pensiya olish uchun pensiya jamg'armasiga, nogironlik nafaqasi uchun ijtimoiy himoya markaziga, bolalar nafaqasi uchun mahalla qo'mitasiga murojaat qilishi shart edi. Bu esa fuqarolar uchun juda noqulayliklar tug'dirar, vaqt va mablag'ni behuda sarflashga majbur qilardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz ushbu jarayonlarni raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va mablag'larni maqsadli taqsimlash maqsadida yangi, yagona elektron tizimga o'tishni boshladi. Bu tizim har bir fuqaroning ijtimoiy himoya bilan bog'liq ma'lumotlarini bitta bazada jamlash va ularga ko'rsatilayotgan xizmatlarni soddalashtirishni ko'zda tutadi. Yangi tizimga o'tishning asosiy g'oyasi barcha to'lovlar va nafaqalarni yagona portal orqali boshqarish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishdir. Masalan, endi siz bir joyga murojaat qilib, barcha kerakli ma'lumotlaringizni yangilashingiz va turli to'lovlarni bir vaqtning o'zida boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Ana shu o'tish davrida barcha nafaqa va to'lov oluvchilar o'z ma'lumotlarini yangi tizimga kiritishlari, ya'ni qayta ro'yxatdan o'tishlari shart qilib belgilandi. Bu jarayon uchun yakuniy muddat 2026 yil 1 may etib belgilangan. Bu muddat shunchaki shartli sana emas, balki eski ma'lumotlar bazasini yangi raqamli tizimga to'liq integratsiya qilish uchun oxirgi imkoniyatdir. Agar siz belgilangan muddatga qadar bu arizani topshirmasangiz, eski tizimdagi ma'lumotlaringiz avtomatik ravishda bekor bo'ladi va shuning uchun sizga to'lanayotgan barcha mablag'lar to'xtatiladi. Bu degani siz nafaqasiz yoki to'lovsiz qolasiz. Bu jarayon avtomatik tarzda, hech qanday qo'shimcha ogohlantirishlarsiz amalga oshiriladi. Shuning uchun bu masalaga e'tiborsizlik qilish katta moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Keling, bu jarayon kimlarga ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar bu borada xotirjam bo'lishlari mumkin? Eng avvalo, kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Barcha turdagi pensiya oluvchilar, keksalik nafaqasi, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Agar siz pensiyaga chiqqaningizga bir necha yil bo'lgan bo'lsa va hozirgacha an'anaviy usulda pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz, demak, sizning ma'lumotlaringizni yangi tizimda qayta ro'yxatdan o'tkazish zarur. Bu nafaqa hajmi yoki turi bilan bog'liq emas, balki faqatgina ma'lumotlarni yangilashga qaratilgan. 2. Nogironlik nafaqasi oluvchilar, yoshidan qat'i nazar, barcha guruhlardagi nogironlar uchun nafaqa oluvchilar. Bu guruhga mansub fuqarolar ko'pincha jismoniy imkoniyatlarning cheklanganligi sababli davlat xizmatlariga murojaat qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shuning uchun ular yoki ularning vakillari bu masalaga alohida e'tibor qaratishlari lozim. 3. Boquvchisini yo'qotgan oilalar, vafot etgan oila a'zosining pensiyasi yoki nafaqasi hisobiga yashovchilar. Bu turdagi to'lovlar ham yangi tizimga o'tkazilishi shart. 4. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oluvchi kam ta'minlangan oilalar, bolalar puli yoki moddiy yordam oladiganlar ham o'z ma'lumotlarini tasdiqlashlari kerak. Garchi bu nafaqalar har yili qayta rasmiylashtirilsa ham, umumiy tizimga o'tish doirasida qayta ro'yxatdan o'tish muhimdir. 5. Davlat tomonidan ko'rsatiladigan boshqa turdagi ijtimoiy yordamlar, masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiyalar, tibbiy xizmatlar uchun imtiyozlar oluvchilar.
Har bir shaxsning davlatdan oladigan har qanday turdagi moliyaviy yoki moddiy yordami ushbu tizim orqali nazorat qilinadi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. 1. Oxirgi 6-12 oy ichida ijtimoiy to'lov yoki nafaqa olishni boshlagan shaxslar. Chunki ular avtomatik ravishda yangi tizim orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lishlari ehtimoli yuqori. Biroq shubhalaringiz bo'lsa, baribir tegishli idoraga murojaat qilib, aniqlik kiritishingiz tavsiya etiladi. Ehtimol degan so'zga ishonib qolmang. Hech qachon davlatdan biron bir ijtimoiy to'lov yoki nafaqa olmagan shaxslar. Ularga bu muddat hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, chunki ularning ma'lumotlari eski tizimda mavjud emas. Endi esa real hayotdan olingan bir nechta misollarni ko'rib chiqaylik. Raqamlar va aniq vaziyatlar orqali bu muammoning jiddiyligini tushunib olasiz. Misol 1. Pensioner Murod aka. Murod aka 75 yoshda, 15 yildan beri keksalik nafaqasi oladi. U Sovet davridagi mehnat daftarchasi va pasporti asosida pensiyaga chiqqan. Har oy pensiyani pochta orqali yoki bank kartasiga oladi. U yangi tizim haqida eshitganiga qaramay, meni kimdir eslaydi yoki mening pensiyamga tegmaydi degan xayolda yashaydi. Uning oyiga oladigan pensiyasi 1,5 million so'm. Agar Murod aka 2026 yil 1 maygacha pensiya jamg'armasiga yoki tegishli idoraga murojaat qilib, o'z ma'lumotlarini yangilamasa, 1 maydan keyin uning pensiyasi avtomatik tarzda to'xtatiladi. Bu uning yagona daromad manbai bo'lganligi sababli u va uning rafiqasi og'ir ahvolga tushib qoladi. Dorilarga, oziq-ovqatga pul topishi juda qiyinlashadi. Bu nafaqat moliyaviy zarba, balki ijtimoiy va psixologik bosim hamdir. Uning nafaqasi bir zumda yo'q bo'ladi, xuddi hech qachon olmagandek. Misol 2. Nogironligi bor Lola opa. Lola opa 40 yoshda, 2 guruh nogironligi borligi sababli davlatdan nafaqa oladi. Uning 2 nafar yosh farzandi bor. Lola opa ham eski tizim orqali ro'yxatdan o'tgan va har oy 900 ming so'm nafaqa oladi. U ijtimoiy tarmoqlardan unchalik foydalanmaydi va bu yangilikdan to'liq xabardor emas. Unga bu jarayon juda murakkab tuyulishi, vaqt topa olmasligi yoki sog'ligi tufayli kechiktirishi mumkin. Biroq agar u 2026 yil 1 maygacha murojaat qilmasa, uning 900 ming so'mlik nafaqasi ham to'xtatiladi. Bu pul uning farzandlarini boqish, o'ziga dori-darmon sotib olish uchun juda muhim edi. Nafaqasiz qolishi Lola opaning oilasini qashshoqlikka olib kelishi, bolalarning och qolishiga yoki zarur tibbiy yordamdan mahrum bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu shunchaki pul yo'qotish emas, balki hayotiy zaruratdir. Misol 3. Yosh oila Sardor va Dilya. Sardor va Dilya 2 nafar yosh farzandi bor yosh oila. Ular 3 yil oldin kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan bolalar nafaqasini rasmiylashtirganlar va har oy 500 ming so'm olib kelishadi. Bu ularning oilaviy budjetiga katta yordam bo'lar edi. Ular band bo'lishgani va davlat xizmatlaridagi yangiliklarni doimiy kuzatib bormaganliklari sababli bu yangi talab haqida bilmasliklari mumkin. Agar ular muddatni o'tkazib yuborishsa, 1 maydan keyin ularning oilasi 500 ming so'mlik oylik to'lovdan mahrum bo'ladi. Bu ularning bolalariga oziq-ovqat, kiyim-kechak sotib olishga, bog'cha to'lovlarini qoplashga yordam berardi. Bu pulning yo'qolishi ularning oilaviy iqtisodiyotiga jiddiy putur yetkazadi va bolalarning ehtiyojlarini qondirishda katta qiyinchiliklar tug'diradi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, muddatga e'tiborsizlik qilish har bir shaxsning hayotiga juda jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan xavfli vaziyatlar va unchalik aniq bo'lmagan nozik jihatlarni ko'rib chiqamiz. Bu sizga jarayonni to'g'ri tushunishingizga va muammolarga duch kelmasligingizga yordam beradi. Istisnolar. 1. Yangi tizimga to'liq integratsiyalashganlar. Agar siz so'nggi 1 yil ichida, masalan 2025 yil 1 yanvardan keyin biron bir ijtimoiy nafaqa yoki pensiya olishni boshlagan bo'lsangiz va bu jarayon to'liq elektron tarzda amalga oshirilgan bo'lsa, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimda avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Lekin baribir ishonch hosil qilish uchun tegishli idoraga murojaat qilib, tekshirib ko'rishingizni tavsiya etaman. Harbiy pensiyalar.
Ba'zi toifadagi fuqarolar, masalan, harbiy xizmatchilarning pensiyalari alohida idoralar, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi kabi orqali rasmiylashtiriladi va ularda muddatlar yoki tizimga o'tish tartibi farq qilishi mumkin. Agar siz harbiy nafaqa oluvchi bo'lsangiz, o'z vazirligingizning pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. 3. Umuman davlatdan hech qanday nafaqa yoki to'lov olmagan shaxslar. Bu muddat ularga ta'sir qilmaydi, chunki ularning ma'lumotlari eski tizimda ham mavjud emas. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan xavfli vaziyatlar va nozik jihatlar. 1. Men eshitmadim yoki menga hech kim aytmadi bahonasi. Davlat organlari bunday muhim o'zgarishlar haqida turli aloqa kanallari orqali xabarlar tarqatishadi. Televideniye, radio, gazeta, internet nashrlari, Migo, Uz portali, Pensiya jamg'armasi va Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy saytlari. Shuning uchun axborotdan bexabar edim degan bahona muddat o'tib ketganidan keyin qabul qilinmaydi va to'lovlarni qayta tiklash jarayoni ancha murakkablashishi mumkin. 2. Keyinroq qilarman kayfiyat. Bu eng katta xato. Muddatga yaqin qolganda arizachilar soni keskin ortib ketadi. Bu esa idoralarda uzun navbatlar, tizimda yuklanishlar va texnik nosozliklarga olib kelishi mumkin. Arizangizni topshirish uchun oxirgi daqiqagacha kutish, muddatni o'tkazib yuborishingizga sabab bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Bugunoq harakatni boshlang. 3. Bu qiyin bo'lsa kerak deb o'ylash. Aslida jarayonni imkon qadar soddalashtirishga harakat qilingan. Ko'p hollarda sizdan faqat shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash va kerakli hujjatlarni taqdim etish talab qilinadi. Qiyin deb o'ylab kechiktirishga arzimaydi. 4. Firibgarlar va vositachilar. Ba'zi shaxslar yoki tashkilotlar o'zlarini tezkor yordamchilar sifatida ko'rsatib, pul evaziga sizning arizangizni topshirib berishni va'da qilishlari mumkin. Bunday firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Ularga shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangiz ma'lumotlarini bermang. Davlat xizmatlari bepul taqdim etiladi va siz to'g'ridan-to'g'ri vakolatli idoralarga murojaat qilishingiz kerak. 5. Texnik muammolar. Internetga ulanish imkoniyati cheklangan hududlarda yashovchi fuqarolar uchun elektron tizimga kirish qiyin bo'lishi mumkin. Bunday hollarda jismonan idoraga borish yoki tuman shahar axborot texnologiyalari markazlaridan yordam so'rash muhimdir. Muddat oxiriga kelib, tizimning haddan tashqari yuklanishi tufayli arizalarni qabul qilishda uzilishlar bo'lishi ehtimoli mavjud. 6. Hujjatlarning yo'qolishi yoki shikastlanishi. Eski pasport, tugilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi kabi muhim hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, ularni qayta tiklash biroz vaqt talab qiladi. Shuning uchun avvaldan barcha hujjatlaringizni nazoratdan o'tkazib, tartibga solib qo'yishingiz kerak. Hujjatlaringizda xatolar yoki nomuvofiqliklar bo'lsa, ularni muddatgacha tuzatishga ulguring. 7. Chet elda yashovchi fuqarolar. Agar siz chet elda yashasangiz, lekin O'zbekiston Respublikasidan nafaqa yoki boshqa to'lovlarni olib turgan bo'lsangiz, siz ham ushbu talabdan ozod emassiz. Siz onlayn portal orqali yoki O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari, konsulliklari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda ishonchnoma orqali qarindoshlaringizdan yordam so'rash ham mumkin. Bu yangi tizim shunchaki byurokratik jarayon emas, balki kelajakda ijtimoiy xizmatlarni yanada samarali va shaffof qilish uchun muhim qadamdir. Shuning uchun bu jarayonga jiddiy yondashishingizni so'rayman. Endi esa eng muhim qism, nima qilish kerak? Qanday qadamlarni bosib o'tishingiz lozim? Sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, ma'lumotlaringizni aniqlash va tekshirish. Eng avvalo, siz o'zingizning holatingizni aniqlab oling. Siz haqiqatan ham eski tizim orqali nafaqa yoki to'lov oluvchi hisoblanasizmi? Yoki sizning ma'lumotlaringiz allaqachon yangi tizimda mavjudmi? Buni aniqlash uchun quyidagi idoralarga murojaat qilishingiz mumkin. A. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. B. Mahalliy ijtimoiy himoya agentligi bo'limi. C. Hududiy davlat xizmatlari markazlari. D. Mahalla guzari, agar u yerda ijtimoiy xodimlar faoliyat yuritayotgan bo'lsa. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Migo.uz orqali elektron murojaat qilib.
Portalda o'zingizning shaxsiy kabinetingiz orqali tegishli bo'limlarda ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Bu eng tezkor va qulay usullardan biri. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plash. Arizani topshirishdan oldin barcha kerakli hujjatlarni tayyorlab qo'yishingiz shart. Bu jarayonni tezlashtiradi va qiyinchiliklarning oldini oladi. Sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Fuqarolik pasporti yoki shaxsni tasdiqlovchi it karti, asli va nusxasi. Agar pasportingiz eskigan yoki muddati o'tgan bo'lsa, uni almashtirishga shoshiling. Tugilganlik haqidagi guvohnoma. Agar bolalar nafaqasi yoki boshqa oilaviy to'lovlar uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, farzandlaringiznikini ham. Nikoh haqidagi guvohnoma. Agar oilaviy holatingiz bilan bog'liq bo'lsa. Mehnat daftarchasi, asli va nusxasi, ayniqsa pensiya oluvchilar uchun muhim. Undagi barcha yozuvlar aniq va o'qiladigan bo'lishi kerak. Nogironlik haqidagi guvohnoma. Agar nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz. Bank hisob raqami rekvizitlari, plastik karta raqami. Chunki to'lovlar yangi tizim orqali faqat bank kartalariga o'tkaziladi. Ba'zi hollarda tegishli idoralar qo'shimcha hujjatlar so'rashi mumkin. Masalan, yashash joyi haqida ma'lumotnoma. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin aniq ro'yxatni tegishli idoradan so'rab olish tavsiya etiladi. Uchinchi qadam, murojaat qilish va arizani topshirish. Hujjatlaringiz tayyor bo'lgach, yuqorida sanab o'tilgan idoralarning biriga murojaat qilishingiz mumkin. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishingiz. Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga. Davlat xizmatlari markazlariga. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MiGov.uz orqali onlayn ariza yuborish. Bu eng qulay usul agar internetdan foydalana olsangiz. Saytga kirib, shaxsiy kabinetga kiring, ijtimoiy himoya bo'limini toping va nafaqa pensiya ma'lumotlarini yangilash xizmatini tanlang. U yerdagi shaklni to'ldirib, kerakli hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklang. Ariza standart shaklda bo'ladi. Sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, hozirgi nafaqaning turini ko'rsatishingiz va ma'lumotlaringizni qayta ishlashga rozilik berishingiz talab etiladi. Barcha ma'lumotlarni diqqat bilan va xatosiz kiriting. To'rtinchi qadam, arizaning qabul qilinganligini tasdiqlash. Arizani topshirganingizdan so'ng, uni qabul qilinganligi haqida tasdiqlovchi hujjatni olishingiz shart. Bu ayniqsa muhimdir. Agar shaxsan borgan bo'lsangiz, arizangizning nusxasiga qabul qiluvchi xodimning imzosi, sanasi va muhrini qo'ydirib oling. Shuningdek, sizga arizaning ro'yxatga olish raqami berilishi kerak. Bu sizning qo'lingizdagi eng asosiy isbot bo'ladi. Agar onlayn ariza topshirgan bo'lsangiz, tizim tomonidan avtomatik ravishda beriladigan ro'yxatga olish raqamini yoki tasdiqlovchi xabarni saqlab qoling. Elektron pochta manzilingizga ham tasdiqnoma yuborilishi mumkin. Bu raqam orqali arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. 5-qadam, arizaning holatini kuzatish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng, uning ko'rib chiqilish jarayonini va holatini kuzatib borishni unutmang. Bu MiGov.uz portali orqali shaxsiy kabinetingizda yoki murojaat qilgan idoraga telefon qilib yoki shaxsan borib amalga oshirilishi mumkin. Agar biron bir qo'shimcha hujjat talab qilinsa yoki ma'lumotlarda nomuvofiqlik topilsa, sizga xabar beriladi. Barcha talablarni o'z vaqtida bajaring. Eslab qoling, bu jarayon sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhim. Kechiktirish yoki e'tiborsizlik qilish katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun vaziyatni jiddiy qabul qilib, belgilangan muddatgacha barcha zarur choralarni ko'rishingizni so'rayman. Bugun sizga 2026 yil 1 maygacha arizani topshirishning naqadar muhimligini tushuntirib berdim. Bu muddatga amal qilmaslik moliyaviy muammolarga olib kelishi muqarrar. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki sizning kelajakdagi ijtimoiy ta'minotingiz uchun muhim qadamdir. Sizning nafaqalaringiz, to'lovlaringiz yoki kompensatsiyalaringizning davom etishi bevosita ushbu arizani o'z vaqtida topshirishingizga bog'liq. Vaqtni boy bermang. Harakat qiling. Agar sizda ushbu masala bo'yicha savollar bo'lsa, o'zingizning fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
Bu ma'lumotni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring, ularni ham ogohlantiring. Bu ogohlantirish ko'plab odamlarni moliyaviy yo'qotishlardan qutqarishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.